Siz hali ham an'anaviy qaychi bilan maysa kesyapsizmi? Yoqilg'ida ishlaydigan maysa o'rish qurilmasini xarid qilsangiz narxi ancha qimmat, foydalanish qulay emas. Yangi avlod simsiz maysa o'rish qurilmasi, yig'ilishi mustahkam, kuchli harakatlantirgich kuchiga ega, barqaror aylanish, qurilma gavdasi yengil qilib loyihalangan, qulay, foydalanish oson, xavfsizligi oshirilgan. Simsiz loyihalangan bo'lib, bir qurilmani turlicha ishlatish mumkin. Mahsulotga 2 dona katta sig'imli batareya, 5 dona PVC pichog'i, 2 dona zanglamaydigan po'lat pichog'i va 1 dona yumaloq arra pichog'i o'rnatilgan. Bundan tashqari ko'zni asrash ko'zoynagi va ish qo'lqop ham mavjud bo'lib, qismlari to'liq. Atigi 299 ming so'm evaziga ushbu mahsulotni xarid qilishingiz mumkin. Hozirroq qo'ng'iroq qilib, buyurtma bering. Mahsulotga import qilingan mis o'zakli motor o'rnatilgan bo'lib, quvvati kuchli, yaroqlilik muddati uzoq. Simsiz loyihalangan bo'lib, 2 dona katta sig'imli batareya o'rnatilgan. Quvvat kuchi yetarli darajada ishlatilgan vaqtda quvvati tugab qolishidan qo'rqmasangiz ham bo'ladi. 3 xil pichoq turini tanlab ishlatish mumkin. Turli sharoitlarda ishlatishga mos keladi. PVC pichog'i odatiy maysalarni kesishga mos keladi. Zanglamaydigan po'latdan ishlangan pichoq murakkab shakldagi maysalarni o'rishga mos keladi. Zanglamaydigan po'lat arra pichog'i turli shox-shabbalarga mos keladi. Xavfsiz o'chirib yoqish qismi o'rnatilgan bo'lib, ishlatilgan vaqtda ushbu qism ochiq holatda turganda barqaror foydalanish mumkin. Bunday loyiha bilan foydalanish jarayonida xavf-xatar yuz berishidan unumli saqlanish mumkin. Yangi avlod simsiz maysa o'rish qurilmasining narxi atigi 299 ming so'm. Mahsulotga 2 dona katta sig'imli batareya, 5 dona PVC pichog'i, 2 dona zanglamaydigan po'lat pichog'i va 1 dona yumaloq arra pichog'i o'rnatilgan. Bundan tashqari ko'zni asrash ko'zoynagi va ish qo'lqop ham mavjud bo'lib, qismlari to'liq. Maysa o'rish qurilmasining ishlatish unumini yanada yaxshilay oladi. Siz atigi 299 ming so'm evaziga ushbu qulay bo'lgan maysa o'rish qurilmasiga ega bo'lasiz. Hech ikkilanmang, hozirroq qo'ng'iroq qilib buyurtma bering.